Keling, biz ibtidoiy yulduzda birlashamiz. Men bormayman. Mening kuchim yetarli emas. Anchadan beri ko'rishmadik, muhtaram ustoz. Muhtaram, siz xazina olish uchun keldingiz. Rostini aytsam, men xazinani olishni rostdan xohlayman. Sening xazinang. Ibtidoiy yulduzdan chiqqandan keyin senga uni qaytarib beraman. 10 ta xazina bilan birga. Sen bunga rozi bo'lsang bo'ldi. 10 ta qimmatbaho xazina bu juda ham ajoyib shartnoma. Oh. Fe. Siz shu yerdamisiz, muhtaram? Biz ham shunday fikrdamiz. Men ham seni xazinangdan qarzga olib turmoqchiman. Keyin seni 3 ta xazina bilan mukofotlayman. Osmonlar 3 ta xazina. Achinarlisi jon turidagi xazina minora mo'nchoq O'star Tover tomonidan tan olingan obyekt. Agar muhtaram olam uni qalbiga birlashtirsa o'ladi. Shunday qilib 9 qilish muharramga rozi bo'ling. Sizlarning takliflaringizga juda ham qiziqib qoldim. Lekin men ham ibtidoiy yulduzga bormoqchiman. U yer qanchalik xavf ekanligini bilasanmi? Ustoz, men u yerni kashf qilmoqchiman. Ha, hammangizga rahmat. Endi istak bo'ladimi? Men ham qarzga olmoqchi edim, lekin pulim yonda qolar ekan. Ana oldik. Hammasi yaxshilikka bo'lsin. Xuday bo'lsa, hammasi yaxshi. Meni hal qilishim kerak bo'lgan boshqa ishlar bor. Sizlar bilan ko'rishamiz. Men endi ta'tilga chiqaman. Muhtaramlar ham ibtidoiy yulduzga kirishar ekan. Sen bunga tayyormisan? Men senga ishonaman. O'sha yigitlarga hali ko'rsatib qo'yasan. Sirlarimni qaytarib olish vaqti keldi. Vaqtinchalik ular yanada saqlandi. Lofeng ham yulduzga kirar ekan. Odamni kuchiga yutish kelish o'zini joniga qasd qilish emasmi? Uning o'limidan keyin xazina boshqasini qo'lga tushsa, bu biz uchun alamli bo'ladi. Biz quruq qo'l bilan qolamiz. Good klani hududi inson klanidan juda uzoqda. Yaxshiyamki sizning xizmatkoringiz koinotda juda ko'p qoldiqlarni qoldirdi. Bu olov-klanga eng yaqin joy, lekin biz hali ham uzoqdamiz. Yaxshiyamki menda bu narsa bor. Qani, oldinga. Qanotlardan kutilganidek yorug'lik tezligi 8 martaga oshdi. Mistik qirolligining manbasiga yetib keldik. Olov shohligi metal plitalari va olovli zirh. Olov klani va yerning kelib chiqish tarixi bir xil. Lekin ular o'zlarining mustaqilligi bilan bizlardan farq qilishadi. Qiziq, ularning dunyosi qanday ekan? Moviy xudo klani ajralib chiqdi. Odamlar ko'pincha hududdan tashqaridagi janglarda boshqa guruhlarga qo'shiladi va odamlar va ular o'rtasidagi adovat yanada kuchayadi. Siz juda ham ehtiyot bo'lishingiz kerak. Ular albatta ustoz o'shanga qarshi tura olmaydilar.
Ammo o'sha paytda nimadir sodir bo'ldi. 当年到底发生 Lekin o'sha nima sodir bo'ldi? 会是同族 Bu ularning bizga dushmanligini bildiradimi? Chunchuka birodarim, va nihoyat sen yetib kelding. Sen odamlar bilan aloqa o'rnatibsan. Unutdingmi? Otaningni qanday ayyorlik bilan tortib olishganini? 夺的， Ular senga yaxshi munosabatda. Sen ularga ishlayotganing uchun faqatgina. Men bu xazina zirhini olishga ruxsat bermayman. Odamlar tomonidan ishlatilishi mumkin. Bo'shliqni muhrlash. Harakatlanish butunlay muhrlangan. 封锁了。 Bu nima bo'ldi? Bu meni ikkinchi katta akam bo'lishi mumkinmi? Qorong'u olam mos keladigan koordinatalar hozirgi huduqdasi hammasi g'oyib bo'ldi. Koordinatalarni yashirishmoqda va u yerga sekin uchishga majbur qilmoqda. Yorug'lik tezligida ham u yerga yuzlab yillardan keyin yetib borishi mumkin. Aftidan, imperator zirhni qaytarish niyatida emas. U hali ham taslim bo'lgisi kelmayapti. Unday bo'lsa, Ikkinchi akangni ayblama. 别怪你二师兄了。 Fazo diapazonini qisqartir. 间封锁的范围缩小了， Daryo qiroli, sizning olov hududida ekanligingiz hammaga tarqaldi. 同族疆域， Men juda ko'p o'zga sayyorlik super kuchli shaxslarni eshitganman, ular siz tomon kelmoqda. Bu yerdan hozirroq ket. Ularning maqsadi meni teleportatsiya qilishga majburlash ekanda. Shunday qilib ular meni qulflashlari mumkin. Ular meni ushlash olmaydilar. Men 100 yilni tejashim mumkin. Fazo tebranishi. Seni topdim. Bu boshqa fazoviy blokada hududi. Bu samoviy jinlar aqlining kosmik hukmdori. Uni qo'ldan chiqarmang. Yo'q, bu boshqa kosmik hukmdor. $90 milyon koinot zarralari. Sening xazinalaring hammasi meniki. Qanday qilib? Xazinalar qani? Uni qidir.
Bu yerda fazo muhrlangan. Teleportatsiya qila olmaysan. Senda bu qanday? Kosmik texnika. Bu muammoli. Iblis Slayer klanining birinchi bo'lib kosmos bilan aralashdi va ilohiy tanaga aylandi. Bu qanday hujum qilmasin, siz kosmos bilan birlashib osongina qochishingiz mumkin. Juda yaxshi kichik uka. Men seni baholab bo'ldim. Lekin sen uchun ov endigina 狩 boshlandi. 猎才刚刚开始。 Ikkinchi katta aka, men sizni hiylalaringizni yaxshi bilaman. Men allaqachon ikkinchi xizmatkorimni 金角巨兽分身和诸多至宝回归人类疆域。 Oltin shoh bilan birga yuborganman. Yerga qaytish. Siz shunchaki tomosha qilishingiz mumkin. Katta aka, urinib ko'rsangiz ham ularni ushlash qo'lingizdan kelmaydi. Bu juda uyatli. 还真够无耻的。 Qochib ketishini xayolingga ham keltirma. Koinot biz tomonimizdan muhrlangan. 被我们封锁。 Men qurshovdaligimda ikkinchi klon allaqachon tayyor bo'lgan. Allaqachon u tayyor bo'lgan. Qochib ketdi. Boshlang'ich sho'xlik ochilish arafasida. Sen bilan vaqt o'tkazishga vaqtim yo'q. Uchinchi birodar, sen kelganingda senga dars o'taman. 30滴。 Ondangiz endi seni poydevoring. Endi seni ibtidoiy yulduzga borishing mumkin emas. 不可以。 Lekin sen nega olovlarning hududiga bording? 神族领地， Sen oltin shohli maxluqni fosh qildingmi? Garchi u g'ayrioddiy bo'lsa ham, uni yengish usullari bor. 有一些特殊手段可以压制它。 Men ibtidoiy yulduzni jang qilish va o'ldirish sifatida tushunaman. 战斗厮杀， Shunchaki qochishning o'zi yetarli emas. Shuning uchun men biror narsa qilishim uchun u yerga borishim kerak. Lekin men aralasha olmayman. 加干涉， O'sha imperator tor fikrli va xudbin 自私狭隘。 va vijdonsiz. Sen ehtiyot bo'lishing kerak. O'shanda u xazinani qo'lga kiritish uchun o'rtoqlarini o'ldirgan. Jazolangandan keyin u nafaqat pushaymon bo'ldi, 回忆，反而 xafagarchilik ham bor edi va o'z xalqining isyonkoriga aylandi. Uning klani uni tarbiyalamoqchi bo'ldi, lekin 才 haqiqatan ham u hayratlanarli daho. 天才 Haqiqatan ham u tengsiz bo'lib ulg'aydi. Afsuski, u juda kibrga berildi. 纵容惯了。 Takabbur va mensimaydigan bo'lib qoldi. Imperator, men bu yerdaman. 现身一剑， Qandayman men odam? 我燕神族疆域， Mening hududimda. Uchinchi birodar, men seni allaqachon kutyapman. Xush kelibsan. Uchinchi birodar.